kechqurun qorong'ida yurishni yomon taraflarini unutasiz-ku. Nima qilamiz? Voy, ikkita yo'l. Faqat bu yangi qurilib yo'liga adashib qoldik. Boramiz shu yerga yo'l topamiz. Zo'r, chunki ham taraflardan o'tishazgina qiyin bo'ldi. Ham qarang, tekislik tushib ketasiz. Ana katta chimyon. Shu yerda gapirsa bo'ladi, bemalol. Hop, har doimgidek Korzinkadan bozorlik qilishni boshladik tog'iga. Nima qilamiz? Hop. Sekin nima olib turganimizni ko'rsatib ketamiz endi. Kola oldik. Biz sahar olishimiz mumkin edi, lekin tog'ga chiqqanda odam ko'p energiya yo'qotadi, glyukoza kerak. Shuning uchun saharni kola oldik. Baribir quvvat, glyukoza quvvat beradi odamga. Bugun Katta Chimyon cho'qqisiga sayohat qilamiz. Katta Chimyon cho'qqisi dengiz sathidan 3309 metr balandlikda bo'lib, Toshkentdan 80 kilometr sharqda joylashgan. Bu yerga avvalgi ko'rsatuvimizda ko'rsatganimizdek 45 ming so'm sarflab yetib kelsa bo'ladi. Avval poyezdga o'tirasiz, so'ng esa mahalliy transport orqali yetib kelasiz. Biz o'z sayohatlarimizni imkon qadar noodatiylashtirishga harakat qilganimiz uchun bu safar tunda yo'l oldik. Oy, tushib ketishini qarang aka. Yo'limizni boshladik, soat ko'rsatib qo'ydik. 4:19. Yangi qurilib turgan ekskavatorlar, kanatga uchun qurib turgan yo'llar ketyapti. Istopar. Osiga o'tdi. Eshitasizmi? Yurgan ovoz. Jim bo'lib qol. Jimjitda tog'. Kim nimadir qimillab qo'ysa ham yaxshigina sezilar ekan. Shunaqasi to'g'riga ketaveramiz-da. Mana qarang. Mansoy tushib bo'ldi. Qirq oyoq bermadi, shunaqa qachalabdi. Mana. Yaxshi. Mana shu yo'ldan amallab chiqib keldik. Zo'r. Chiqib oldik taksi yo'liga. Kutib oling, Katta Chimyon cho'qqisiga chiqish uchun yo'riqnoma. Cho'qqiga chiqish va qaytib tushishning umumiy masofasi o'rtacha 14-15 kilometrni tashkil qiladi. Albatta bu 1B yo'nalishi bo'ylab yurganingizda. 1B qanday yo'nalish deydigan bo'lsangiz, batafsil tushuntiraman. Bu Katta Chimyon tog'i. Quyidagi yo'llar orqali cho'qqiga ko'tarilish va tushish mumkin. Alpinistlar bu yo'llarni murakkabligiga qarab tartiblashgan. Siz yangi sayohatchimisiz? G'arbiy 1B yo'lni tanlang. Ko'plab sayohatchilar bu yo'lni yaxshi tanishadi. Katta Chimyon uchun asosiy yo'l desak ham bo'ladi. Xavflilariga esa Jukovskiy dovoni bo'ylab cho'zilgan 2A yo'nalishini misol qilsak bo'ladi.
O'zim ham shu vaqtgacha faqat g'arbiy taraf bilan chiqib ko'rganman. Aytgancha, tog'da adashib qolmaslik uchun albatta offlayn xaritalardan foydalaning. Ushbu dasturlar orqali yurgan yo'lingizni izini qoldirsangiz bo'ladi va adashib qolmaysiz. Bunday izni yo'nalish treki deb ham atashadi. Umuman olganda, tayyor trek orqali ham to'g'ri yo'nalish bo'ylab harakatlansangiz bo'ladi. O'zbekistondagi alpinistlar yozgan treklarni esa Telegramdagi Garage forumidan yuklab olsangiz bo'ladi. Demak, forumda trek geolokatsiya bo'limiga o'tamiz va kerakli joy nomini hashtaglar orqali izlaymiz. Mana Katta Chimyon, GPX trekni yuklab, uni ustiga bosing. Offline xarita ilovamizni tanlaymiz va qarabsizki, xaritamizga yangi trek yuklanadi. Tog'da kontent qilish ham oson emas. Ikkitadan sumkalar olib yurish kerak. Kamerani Ustiga trek paki ham esimizdan chiqib qolgan. Aksiga olib ancha o'rganib qolgan ekanmiz. Lekin qorong'ida chiqqanda qanaqangidir sezilmas ekan ancha chiqib qo'yilgan joy. Shunaqasini. Orqani ko'rmasdan chiqib ketaverar ekanmiz edi. Yo, oyam turibdi bu yoq. O, mana buni qaranglar. Yo'q. Kamerada yaxshi ko'rinmayapti-ku, bizga shunaqangi darajada katta ko'rinyapti, oy. Mana shu turibdi, kameraga ham video olamizmi? Olamiz aka. Qanaqa video olamiz? Bilmadim. Oldin bu yo'li chiqish qiyinlik darajasi bo'yicha yuqori turardi. Yuqori. Hozir biz bespalka bemalol eskalator yo'li bilan chiqyapmiz. Bu yoqqa karta ham shart emas, yo'l bilan chiqib kelaverasiz. Qiyinchilik bor, baribir. Hali endi qiyinchilik boshlanadi, xulosda. Go'zallik otdi. Ko'z bilan ko'rganga yetmaydi bak. Chetda o'tirib endi choy ichamiz, xudo xolasa. Plan 9 gacha cho'qqiga chiqish. A few moments later. Uxlash kerak ekan. Sizlarga tavsiyam uxlamasdan tog'ga chiqmaydi. Ertalab soat 7:20 lardagi tog'i atmosferasi. Quyosh ham endi yondiraman deyapti-da. Bu yerda Hoji Akbar aka. Qorayib ketmaylik. Oppoqqina bola o'zi. Yuzga ham surish kerak, bo'yinga ham surish kerak. Xo'p, biz quyosh uchun yaxshilab tayinlab oldik, kiyimlarni almashtirdik. Hoji Akbar aka bilan to'g'ri ketdik endi. Xo'p, o'rtoqlar, biz o'zimizni yo'l bilan kelyapmiz. Eskalator yo'li Masjidgacha ekan. Bundan buyog'iga, xudo xolasa, yaxshi ekstrem bo'ladi. Biz bahorda kelganimizda masjidlar juda ajoyib yashilliklar va qorliklar edi. Endi nima qilamiz? Yozda ham o'ziga yarasha go'zalliklari bor. Har 15 minutda sumkani yechmasdan turib 2 minut yoki 3 minut dam olib, har yarim soatda bir 5 minut, 10 minut sumkani yechib o'tirib dam olish kerak. Shu temp bilan to'qqiga chiqib borilsa, to'xtamasdan soatga qarab xohlasa o'ylaganingizdan ancha tezroq chiqadi. Katta Chimyon cho'qqisiga chiqayotganda albatta o'zingizlar bilan suv olib olinglar. Bu Misr emas, bizning o'zimizniki. Suv kerak bo'ladi bu yoqda, chunki bu yoq taraflarda o'sha cho'qqidan tushgungacha ham suv yo'q. Bunaqangi balandlikka chiqqandan keyin havo ham o'zi ancha tozalanib qoladi. O'zi ko'pchilik aytadi-ku, havoda bosim bo'ladi, kislorod kam bo'ladi. Yo'q, bu 3000 metr. Mana bu tarafga qarasanglar, bizani changli jonajon Toshkentimiz. Ajoyib. Yo, ancha yaxshi bo'lib qopti ekologiyamiz. Yomg'ir yoqqandan keyin juda ham toza ko'rinadi. Toshkent Cityni, Nestmanlar, telebashkalar. Telebashka. Voy bilan. Juda tiniq toza ko'rinadi lekin. Hozir yerda changligidek ko'rinadi. Tak mana Amirshoyni ko'rsatib qo'yamiz. Ertalabda. Hoji Akbar aka nima yeysiz? Nima yeysiz? Snickers yeyman. Ertalabdan beri nima edi? O'zi shirinlik edi, ko'kayishlik bo'ldi. Bo'ldi. Shu kechki payt qilgan o'sha anaqamiz bilan yurimiz.
chiqadi qanadigan. Kuch qolmayapti ekan. Suyuqlik kelmayapti degan. Hozir sayohatchilar kelyapti orqamizdan. O'zi ko'ryapsiz. Hozir intervyu ham olamiz agar rozi bo'ladigansiz. So'rab qolsa, katta chempionga birinchi marta chiqishingizmi desam, birinchi marta deyman. O'zi aslida 11-chi marta. Lekin 40 marta chiqqan bolalarni ham taniyman. 40 marta katta chempionga chiqqan. Yo'q, men gapiraman. Gapirasizmi? Bering. Okay. O'tirib gapirsa qarshilaylarmi? Yo'q, mayli, sizga yarashaveradi aka. Uxlamaganmiz-da. Shu uxlaganmiz. Aka ismingizmi? Ismim Muhammad Dovud. Xon Dovud aka. Oldin qanaqa cho'qqilarga chiqqansiz? O'zi chiqqanmisiz bundan oldin? Tajribasi qanaqa? Baland cho'qqilarga chiqmaganman. Eng balandi shu 2000 dan oshiq bo'lsa kerak. Qayerlarga? Lekin sharsharlarga chiqib turardim. Spaysoga chiqdim 2 oy oldin. Spaysoy, Nanay. Qanaqa cho'qqilarga chiqqansiz? Chimanga chiqqanman. Keyin To'qsoy taraflar bor, o'sha taraflarni. Cho'qqilari bor tikda. Po'latxonga borganman. Po'latxonga borgansiz. Po'latxonga borganman. Juda zo'r joylar lekin. Po'latxonga ko'p, Qoraqush, Arashan, ha? Nimagachi? Nima Oqqayin. Oqqayinga. Oygang vodiysi. Ayganga borganman. Teriklisayga borganman. Ayganga boradigan odamlar borolmaydigan joyda Teriklisay. Eshitganmiz Teriklisay. Pul ko'p emas, duq bo'lishga, duq bo'lish kerak. Teriklisayga borganmiz. Shu bilan faxrlanamiz Teriklisayda 5 kun qolib ketganimiz bilan. Hayotimizda unutilmas lahzalar bo'lgan. O'shani oxirigacha yetib beraman, oxirigacha yetib beraman. Biror kun. Ancha salqin ekan. Ha, yaxshi. Atrofida edi, chiqish boshlaganmiz. Hozir lekin ancha past qoldik. Sovuq ekan. Biz Oddiy futbolkada tushmoqchi edim, qarasam sovuq ekan. Bildirar ekan lekin. O'zi ko'p tog'ga chiqib yurmaymiz, no. Hamma anu narsalarni arenda o'ylamaylar, men pul ko'payganda. Biz endi oddiy odammiz. Mana, o'zing ko'rsatib turaychi. Ilyos Fatullinmi? Mana buni barcha chimganda bo'ldi. 2005-yil. Anaqa вообще kuchli tog'. Anu men bitta eski videoda ko'rganimda, cho'qqida ham anu takva anaqa qilishganda bitta soldat. Mana shunaqa harbiy amaliyotlarni bajarayotganda o'lgan ekanda. Mana shu katta chimon videoda ko'rdim ha. Tushib ketganmi o'g'il? Yo bilmayman nima bo'lgan, harbiy amaliyotlarni bajarayotganda. Chiqib cho'qqiga qo'yib qo'yishgan dedi. Keyin hozir o'tgan safar chiqamiz dedi, yo'q edi. Ancha eski video edi menimcha. Tepada anaqa bor deb eshitganman, krest. Krest bor. Ruslar cho'qqiga krest qo'yaveradi, bilasizmi? Bir xil o'yinlarda ham shunaqa. Abedi. G'alaba cho'qqisi ham o'lgan ekan. Abedi Tojikistonda, Yo'q, mana Qirg'izistonda. Qirg'izistondami? Boynazarov. Baland. Pik kommunizm. Nimada? Tojikiston. Kattaga. Bundan balandroq yilga bitirgan. Shakar to'qilgan. O'shaga chiqish kerak dedi. Qasonda. Qaytga? O'sha Do'st qaytdan bo'lsana, Shuhratjon.
ketadiganmi? Nimagadir yoqadi shu yerda. Mana aytgan kelish. Qishning yozim chiroyli. Ha, aytdi kiyiklar yuradi. 8 ta. Ko'ravering. Videoga olib qo'yaman. Ha. Mana shu podiyomdan ko'tarilib olsa, mara bizniki. Qashda keldik. To'g'ri ketsak. O'ngga. O'ngga edi. Voy. Ha. Shunaqa qiyinchiligi bor katta chimyonni mana. Ana bu tarafda katta chimyon asosiy cho'qqisi. Bu asosiy cho'qqi emas. Ha? Ha. Men chiqmayman. O, Po'latxon sarg'ayib ketibdi. Mana Po'latxon Po'latxon. Ana katta chimyon. Ana hoyt yetib keldik. Po'latxon, охотничий. Hammaga rahmat yana davom etamiz. Endi Yaxshi. Ha, 1 2 3 fon. 15. O bolalar bilan emasmi? Yo'q, biz ikkalamiz. O'zimiz uylaymi? Kim bor tilla? Shu. Bizda yana bor. Yana bitta bor. Tilla tushib ketsa, bu ayol surib, yo'qdan oradan yugurib pastdan ayiq tushmasa bo'lar oldi bizga. Ayiq? Qani qaysi tarafda? Mashina yo'l tushgan-ku. Yo'q, yo'l qilib qo'yishgan. O'sha yerda gaplashib, hozir o'tib. Tupur. Mashina yo'li chapni tog'ning bu tarafidami? Archalar tarafida. Baqiruvdi, bechora qochib ketdi. Bolasi ekan. Qiz bo'pti, videoga olmadinglarmi? Anaqada, lekin ayiq to'satdan yoningizdan chiqib qoladi-yu. Sizlar baqirgansizlar, o'sha baqirganingizdan qo'rqqan. Agar orqaga
Ana baqirmasdan qochganinglarda qulab ketarmidi? Hoji Akbar aka oldiga chiqib, takoy manyovrlar qilib ketaveramiz. Biz adashib qolganimizda mana shu yo'l bilan chiqamiz. Hoji Akbar aka, palkasi vobshe qiyin bo'ldi, lekin hozir ham qaytib tushishimizga ham ancha-muncha charchatib qo'ydi. Yetmaganiga suvimiz ozgina kamroq ekan. Hozir tushishimiz bilan inshaalloh miriqib suv ichamiz. Lablarim bir-biriga yopishib qoldi. Hozir qilib ketganda. Hozir tuzoqqa kelyapsiz. Mana tuzoq. Voy voy. Xullas, chiqqan yo'limizdan emas. Hoji Akbar aka, "Davay mana tezroq tushadigan yo'ldan chiqamiz" deyapmiz. Nima bizani nima kutayotganini bilmaymiz to'g'risi. Lekin gumonimiz yaxshi. Bizani har doimgidek sayohatimizda rejamiz o'zgarib ketaveradi. Lekin shuncha paytgacha ham hammasi yaxshiligi bo'lgan. Xudo xolasa bu vaziyatdan ham oson chiqib ketamiz. Rost qiyin. Yetmaganiga bizning oyoqlarimiz juda charchadi, sababi trekking palkalarimiz yo'q. Billa aniq qilamiz. Mana bu oson lekin. Yo'q, oson emas. Bu toshchalar bor. O'tirib olasiz. Ha? Ular ham bu yerdan kelishyapti. A few moments later. Hop, biz boshida yaxshi yo'l deb o'ylagandik, lekin biroz xiyro yo'l ekan, shuni hisobiga. Menimcha sal kechiksa kerak, lekin ancha-muncha yo'lni bosib qo'ydik. Hoji Akbar aka ham povut bermasdan to'xtamayaptilar. Lekin bizning sheriklarimiz ham bor edi. Ularga ozgina qiyin bo'lib qoldi. Ha. Imkon qadar qiyin yo'ldan tushamiz, lekin bu narsa bilan 1,5 soatcha ekonom qilamiz. Mayli endi juda ham chanqoqmiz, shuning uchun ham hayot uchun kurashish bo'ladi-yu. Shu bizda menimcha adrenalin gormoni ajalib chiqayotgan bo'lsa kerak. Oyoqlarni og'rig'i juda sezilmay qoldi. Xuddi ani po'latdan bo'lib qolgandek bo'lib qoldi. Lekin ancha titrashlar qolgan. Nu yo'l baribir xavfli. Qiyin yo'lda yurishda davom etamiz. Bu yo'lda deyarli to'xtamayapmiz, sababi o'zi qiyin va agar to'xtab turadigan bo'lsak, yaxshigina vaqtda yo'qotamiz.
yarasha katta toshlar bor ekan. Chiqarlik.